Hujjatni olib kel. Hujjatni olib kel. Aka keling. Sen kimsan? Hech kim emassan bu yerda. Siz Sud qarorlari hamma narsamizda bor. Siz ham nimaga o'zan davlat bizdan bu yoqqa sud qo'ygan? qaroringizga aqlingiz yetmaydi. Aniq aralashmang. Ha, sanaqli Mashinada ham yetadimi? gaplashma. Sen bu yerda Sanaqli yetadimi? Sen bo'lib ko'tarish ketadi qo'lingdan. Sen o'g'irlik qilsan. Nega biz olsan buni? Qani qo'lingdagini olgin, mana qo'lingdagini. Mana mashina Mana biz bu. Kiraman, любой Mana kirasan. Davlat keladi, keyin kirasan. Qanaqasiga davlat keladi? Militsiya keladi. Chaqir militsiyani. Men chaqirishim kerak. Chaqir o'g'irlik qilsan o'zan. Sizni da'voingiz bormi menga? Ha? Albatta bor. Boring chaqiring. Chaqir bo'ldi, boringmi, shu yerda chaqiramiz. Xususiy joyga ne biz olsan? Xususiy joyga kirib. Qanaqa xususiy joy? Mana mana shu bizani Sizga tegishliligi nima ko'rsatib beradi? beradi? Kim bo'lmagan? Hujjatlarni moslashib berishyapti. Aka, unaqa jo'jalamang. Yo'q, yoshsan, yo'q, mendan yoshsan-da. Kim xatga yozib qo'ydi, sen jo'jada boshida peshonamga yozib qo'ydi. mana shu yerda. Muomala yaxshi bo'ling. Sen shu yerda qayerda eding? Mana shu yerdaligimda. Mana shu yerdaligimda qayerda eding sen? Siz meni nima aloqam bor sizga? Aloqang, sen yo'q joydan kelib qol, ne biz olsan bizani joyi? Men biz olsan. To'rtingizga pul tikkanmisiz? Sen Sen tikkanmisan? xalq puliga qurgan. Biz nima salladicha 50 ming 40 mingdan bosh pullaring bo'lmagan ekan. 2 million 3 million pulim bordi. Boshlagan odamlar puliga bizdek. Men qarab, sen qo'limsan qaytarib beringlar. Nima sizlardan olish uchun biz yuraveramizmi? Sizni qo'lingizni birontasi muammo qilyaptimi? Voy, mana birovni nomiga o'tkazib qo'ydilaringmi? O'tkazib qo'yganmiz aka. Kim o'tkazib bergan? Biz o'zimiz o'tkazganmiz. Sanlar g'opir gapiga ishonib. Hop, sizni kimdir Mashinnikka gapiga. majburladimi? Majburlagani yo'q. San g'opir yolg'onchiligini biz bilmaganmiz edi. Mashinnikligini. Sizga savol, hozir Mana hozir kelib bizyapti mana bu yerda. Men xonimda yashamayman. Ha, jimtilik yashamayman. savol. Siz qo'lingizda yashayapsiz. Sizni kimdir bezovta qilyaptimi kerak? Ha, men bezovdim. Men o'zim bezovdim. Yo'q. So'lik yo'q. Shuncha ovora bo'lib yugurishdi. Hamma yoqqa farshon bo'ldi. Mashitdi, mana mashitdi. Sen qurmagansan. Gapiryapman. Gapir. Siz qo'lingizda uyingizda yashayapsiz, to'g'rimi? Siz o'zingiz ixtiyoringiz bilan o'tkazib bergansiz. Notariusga borib o'z qo'l qo'ygansiz. Endi sizga savol. Solid House xodimlari tomonidan, o'sha G'ofurjon degan odam tomonidan kimdir kelib siz bezovta qildimi? Menga qara, bu dom kimniki? Sizga savol berdim. Kimniki bu? Bizaniki. Sizga savol berdim. Kimniki bu? Senikimi bu? Solid House'ga tegishli. Kim aytdi senga Hech tegishliligini? kim emas bu. Mashitni senga qaytarib beraman deb qo'lini o'tkazgin menga. Senlarga qaytarib beraman. Sen kelib yashagin. Shuncha solig'ini olsan qo'shnilar. O'tkazib bergin, sen mana shu 4 ta domni senga beraman. Siz uyingizni Sen o'zingning uyingni nomini o'tkazib bergin menga. Boshqa odamning nomini 500 ming narsa menga o'tkazib bergin. Mana shu 4 ta domni sening nomingga o'tkazib beraman. Sizga savol beryapman. Ber. O'zingiz rozilik qilganmisiz? Rozilik berganman. Mashinnik bo'lib qamaldimi? Mashinnikligini bilmasdan rozilik berganmiz. Albatta. Sarson Mashinnikligini bilmaganmiz. Uyingiz o'zingizdami, shartnomangiz qo'lingizdami? Shartnoma, qaysi shartnoma? Uyingizga berilgan. Solid House shartnomasi hech narsa emas hozir. Mashinnikimi? Hech narsa emas, hech Nima kim bilan emas. isbotlab Yo'q, berasiz? sen nima bilan Menga qara. Shartnomani siz bekor bo'lganligini nima bilan sen o'zi kecha kelgan bo'lasan. Bu yerda qurilishiga mana shu odam